Bugungi video blogimni Janubga sayohat deb nomladim. Sababini video o'rtalarida bilib olasiz. Xullas, buyurtma asosida yasagan akfa eshik oynalarini o'rnatish maqsadida maxsus evakuatorimga ortib, Janubga, ya'ni Gigantga qarab otlandim. 25-13 peres yopiqligi sabab Pravda tomondan harakatlandim. Videodagi bu qanaqa joy deb o'ylayotganlar, bu Malik mostiga tushish va ko'tarilish. Menimcha bu yo'lni bilmaganlar bo'lmasa kerak. Bilganlar esa kommentga Sirdaryo Sila deb yozib ketinglar. Bu yo'l esa o'sha mashhur Gigantning Ravon yo'llari. Xullas, yo'lda ketayotganimda Taraqqiyot mahallasida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan o'rtoqlarim meni iftor dasturxoniga taklif qilishdi. Bildimki, ustanovka bekor bo'ldi. Chunki 95lar iftor dasturxoniga men yoqtirgan taomni tayyorlab, meni kutib o'tirishibdi. Bu qanaqa taom ekan deganlar yurakchani bitta qiziqtirib, videoni oxirigacha ko'rsalaring, albatta bilib olasizlar. Videoni 95larga jo'natib qo'yamiz. Niyatlar qabul bo'lsin. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.